Mana baqiradigan mollar ham bor. Bozordan mo'ljallab olasiz, necha oy boqasiz? Videoyingizni ko'rdim. Haqiqatan mol vahshiy. Nima bilan boqar ekan aka? Nima qo'shasiz bu yemga aka? Bularga 6 xil narsa bor. Yemimizni mollarga berayotgan paytda aravamizga bitta tayyorlaymizda, o'shanda solamiz. Effekti ancha zo'r bo'lyapti. Buni ishtahalarini ochib yuboryapti aka. To'g'risi. Ochiq oydan ayta olasiz aka? To'g'ri mana. Shuni 4-5 xil narsa berasiz aka, aralashtirib shuni berib qo'ysiz bo'lmaydimi? Granul yana to'k sarf qilib uni. Granulada aytdi aka. Shunday narsalar sarf qilib pishib chiqadi-da bunda aka. Keyin birlashtirib qo'yadi mana. Bir-biriga qorishtirib oladi. Chigit yog'ini, makka hammasini buni ichida bo'ladi. Bo'ldi. Mollar qaytmaydi-da yeyishdan. Yeyishdan qaytmaydi. Birargilarga aytadi, bezib qoldi shekilli. Demak, kunjarada bezib qolar ekanda. Hamma yo'q sog'lom, hamma yo'q yaxshi, shuncha dori qilib yemay qo'ying. Har kuni osh yo'q, siz ham nimadir qo'shmasangiz, shakar qo'shmasangiz, tegib qoladi. Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, assalomu alaykum. Toshmoq tog'da kuzatuvchilari, biz sizlarga mana bugun YouTube'da ham taniqli bo'lgan Adhamboy akami firmasiga keldik aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'larsiz. Yaxshi aka. Rahmat. Aka firmani ko'rib havas qildim. Xudo xolasa nechta bor bu yerda? Bu yerda 53 ta hozir, 53 ta qoldi. Biz maslahat qilib doim akamiz bilan nima bo'lyapti, boshqa dori bo'yicha bizga tajriba almashamiz, bu yoq boquv bo'yicha tajriba almashadi, ancha mahsulotlarimizdan ham sinab o'zi rezultatini bir natijalarini ko'rganligi uchun boshqa joylarda ham natijalarini ko'rib o'zingizga video qilib keladi. Shuning uchun hozir mavsumiy kasalliklarga, mavsumiy bo'layotgan muammolarga bir qanaqadir yordam, boshqa bir odamlarga, chorvadorlarga yordam tariqasida bir aytib o'tib ketadigan narsalarimiz bor. Ya'ni aka, kecha yaqinda buni qo'lladingiz menimcha. Diazinni. Diazinni 10 litr suvga qilindi, mana ko'rsatib o'tasiz. Bitkana nimalarga, bitkana pashalarga qo'lni nima qilindi? Beli, chot qismlariga hamma yoqqa sepiladi. Ya'ni hozir yoz kunida juda ko'p kana bezgak, ya'ni o'sha teleroz boshqa kasalliklarni oldini olish uchun shuni tavsiya qilamiz va qon parazitar kasalligi deydi, ya'ni isitma chiqadi molda, holsizlantirish, falaj ko'pchilik chorvadorlar biladi. Shunda oldini olgani biz albatta bu yerda sizning mollaringizga umuman respublikamizda Falamidin dorisini, Falamidin super mana o'zimiz Toshmoq tomonidan ishlab chiqarilgan va birgalikda immunobaza dorisini qo'llab borishni tavsiya qilamiz. 20 kun, 1 oy davomida mollarni himoya qilib turadi, ancha komparator, ya'ni o'sha ma'lum bir turdagi kanalar bor. Teleroz kasalligini keltirib chiqaradi, ya'ni molda isitma kasal kelib chiqadi va boshqa holsizlanishlar, bezgak jag qismida, bo'yin qismida bez ishlari bo'ladi. Aka, mayli bu narsalar bir tavsiya qilib boramiz. Yana yem tayyorlanishlaringizni boshqalarni ko'rsatib o'tasiz bizga. Bo'ladi aka, xudo xolasa. Keyin bir obunachilarimizga qiziq joylari bor. Nima qo'shasiz, nechta pul olyapsiz, qanday hozir biz Andijonda Bo'z tumanidamiz. Qanday bir sirlarini aytasiz baribir. Bo'ldi. Xudo xolasa kanalimizda ham videolari bor. Molning videolari, mollar kelganda tortib, o'zgarishlar qanaqa bo'lyapti. Molning videolarini qilganmiz aka. Mana bu tomondan ham bemalol ko'rsatishingiz mumkin buqalarni. Aka, bu yoqda Qirg'iziston buqalari bor. Asosan qaysi buqalarni parodalar tanlaysiz? Asosan jaydari baqardik. Endi sekin-sekin Qirg'iziston buqasini olganmiz 12 ta. Ya'ni qirg'iz shvedlar. Qirg'iz shvedlar. Bularda. Bu qirg'iz buqalar. Qirg'iziston buqalari mana shular. Mana shu yerdan 12 ta sanaladi. Mana shu 12 ta sinagani olib kelganmiz. Necha kilo atrofida o'zi siz odatiy holatda tajribangizda necha kilo atrofida bozordan mo'ljallab olasiz, necha oy boqasiz? 250 kilo atrofida bo'ladi mollar. 250 kilo atrofida olasiz? Olamiz. 550, 600 bo'lganda sotamiz. Qancha oy boqasiz? 6 oydan 1 yilgacha. 6 oydan yetilib oladiganlar ham bo'ladi. 1 yilgacha ham cho'zib ketishi mumkin. Lekin siz 1 yil davomida bir xil yem berasizmi? Qanaqadir qismida ma'lum miqdor yem, keyin yana bir yetilib bo'lganda boshqa yem? Yo'q, bir xil yem beramiz. Bir xil yem bir xil granula beramiz. Granulani o'zimiz tayyorlaymiz.
Shunaqa baqiradigan mollar ham bor-da. Lekin shunaqa mollar yaxshi o'zgaradi. Ha. U sho'x mol bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi o'zgaradi. Yemlarimiz hozir borib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Bu mollar hozir qanchadan beri boqilyapti aka? Bularga 7 oy bo'ldi. 7 oy bo'ldi olib kelganiga. 7 oy bo'ldi. Hammasini bir teng almashtirasizmi yo qanaqadir 20 ta, 10 ta? Shunaqa yetilganini sotilaveradi, o'rniga yana olib kelib qo'yaverasiz. 7 oy davomida akamiz bilan biz ham suhbat bo'lyapmiz va o'zingiz ayting aka ligini Vitabazani. Hurmatli obunachilar, Vitabazani rasmini ham qo'yib boramiz. Rasmini ham qo'yamiz, hozir borib ko'rsatamiz ham yem tayyorlash jarayonida. Buni ham ko'rsatamiz. Video ham qilganman. O'zingiz kanalingizda Adhamboy Uz degan YouTube kanalini biz sizlarga ya'ni nomlarini hammasini ko'rsatib ketamiz. Hozir. Obuna bo'lib qo'yasizlar bizga birgalikda. Ha, aka. Do'kon rasmi bor. Silkasini kanalingizga qo'yib qo'ysanglar, Xudo xolasa qo'yib birgalikda. Hozir ko'p narsada biz Adhamboy aka bilan tajriba o'tkazyapmiz. Tajriba ya'ni xalqqa ham tavsiya, ham bu yoqda o'zi tajriba qo'yganda qanaqa? Bu yoq aytadi o'zi, yo'q, 4 ta 5 ta sinaymiz, hammasiga birdaniga emas. 4 ta 5 ta sinaymiz. Haligini aytib bering aka, nimada? Ulug'norda. Hurmatli obunachilar, u yerda 22 ta buqa baqilayotgan ekan, borib kanalingizga qo'ydingiz. Ha, syomkalarini qilganman. Ha. Shu Body Force mana shu doridan ishlatayotgan ekan. Ha. Rezultati yaxshi bo'ldi. Bir marta sinagan ekan, keyin yaxshi bo'lgan ekan, yana boshqatdan bir partiya almashtiribdi, yana qilibdi-da mana shundan. Body Force'dan qilgan. Har 14 kunda tavsiyamiz. Body Force har 14 kunda mana bu bo'yin qismiga, ya'ni teri ostiga qaynoq suv solib turib 25 kiloga 1 grammdan. Uni instruksiya, ya'ni ichida qo'llanmasida bor 25 kilo 1 grammdan hisoblab qilinadi. Ya'ni o'sha videoyingizni ko'rdim. Haqiqatan mol vashi. Nima bilan boqar ekan aka? Bu shu silos berar ekan. Silos ko'proq berar ekanda. Bitta mol 22 kilo yeydigan bir kunda. 22 kilo. Umumiymi? Umumiy. Ertalab 11 kilo, kech payt 11 kilo. Silos. Yem ham beradi? Yemni keyin 1,5 kilo kunjara berar ekan. Ertalab 1,5 kilo, kech payt 1,5 kilo. Keyin bug'doy yorma berar ekan. Qancha? 1,5 kilo bug'doy yorma qo'shsa kerak menimcha. Ya'ni bug'doy yorma quruqmi yo pishirib beradi? Quruq holatda. Ikkalasini aralashtirib to'kib berar ekan silos ustiga. Ertalab bitta qaraydi ekan, u aka usta ekanda. Ertalab qarab qo'yar ekanda. O'zi u aka boshqa usta. Keyin suvi o'zi addenli bor ekan. Videoda ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Suv addenli turar ekan, o'tini solib qo'yib ketar ekan. Shu bilan kech payt kelib turib, endi uydagilar qarab turar ekan, yechilib ketsa. Haligi joyda o'zi qaraydi ekanda faqat. Ertalab shuni erta sahar turar ekanda mollarga o'tini solib turib, taglarini tozalab ketar ekan, shu bilan kech payt kelib qaraydi ekan. Xudo xolasa u fermaga borib ham u yerga ham boramiz, intervyu qilamiz. Lekin mana e'tibor beringlar. Mana qarating aka, devor qilingan. Devoringiz shlaka bo'lib, keyin nima ya? Shuvoq qilgansiz. Ha, shuvoq qilingan. Keyin bu yerda mana o'tkazadigan mana havo aylanmalarini yoz kunida juda muhim. Mana ventilyatsiya, ya'ni shabadalanishlar juda muhim. Aka yaxshi chunki iqlim hozir keskin isib ketdi aka. Hozir buqalar o'zini holatini suvni ichishi ham o'zi ko'paygandir. Ha, ko'paydi ancha. Keyin yana bitta molxonamizda kamchiligi bor. Bu tepadan allaqa qo'yilmagan. Tavsiya qilasiz ko'pchilikka. Tavsiya qilamiz. Bu tomoni akamni dala ekanda yana bilinmashi mumkin, lekin tavsiyamiz tortadigan qo'yish kerak, chunki gazlanganda baribir oddiy qilib aytganda pul sarflanadi bunga. Siz masalan 1000 so'mingiz ham cho'ntagingizga yem olsangiz yaxshi. O'sha 1000 so'mingizni ham ekonom qilish mumkin-da, o'sha oddiy bir nima deydi, so'rg'uchi, havo tortadigan xalqimizda dimoxod deyishadi shunga. Shu nargi fermada bor ekanda shu. O'zgarish boshqacha. O'zgarish boshqacha. Hid yo'q-da haligi. Hid yo'q, ha. Shunga bu tepaga qo'y, lekin bu yerda ham uncha yo'q ekan, lekin baribir qanaqadir, lekin siz salqin qilgan ekansiz ancha. Uyatlar ochiqda tashqari polni. Shuning uchun yaxshi o'zgaradi. Endi yana hurmatli obunachilar, xudo xolasa 4 ta molda ajratganmiz. Hozir mollarga ham boramiz. Mana shu Body Force'dan sinab ko'ramiz. Sinovimizdan o'tsa
tavsiya qilamiz Xudo xohlasa obunachilarga. o'tadi. Ya'ni Xudo siz xohlasa. sinovdan o'tganligi uchun bu yoqqa o'zingiz gap keldingiz. Ya'ni O'zim boshqa gap keldim. firmada sinovdan o'tdi, o'zi ko'rib, biz bu akamizga aka qiling bunaqa degan emasmiz, lekin o'zi kelib, keyin biz tanishdik aka bilan. Sizlarga telefon qildim, u yoqdan Keyin tanishdik. Aka ko'raylik o'sha mollar. Nima yo'qmi? Akamga bu mollarni qachon oldingiz? Bularga 1,5 oy, 2 oy bo'lgan yo'q hali. Mana shu O'rtaga dori berdingiz. dori berilgan. O'rtaga dori berdingiz. Endi buni necha pul olasiz mana shu mollarni? Bularni hozir nechta qoldi? Sinayman degan 20 milliondan kelgan. 20 million 20 milliondan kelgan. bular. Ha, 4ta. 4ta. Shunisi o oxirigacha yotgan, ikkita yotgan. Yo'q, mana shu ikkalasi keyin narada. Narroq. Nari. 20 million olgansiz. Aha. Ya'ni shu mollarga hurmatli obunachilar, xudo xolasa Adham akam Body Force'ni sinaydi. Ya'ni boshqa firmadan ko'rib, ilhomlanib turib, endi bunga xudo xolasa sinaymiz. O'zgarishlarni kanal YouTube'ga siz ham qo'yib borasiz, biz ham qo'yib, Bo'laveradi xudo aka. xolasa bo'lishib boramiz. Bularni o'zi tortib qo'yaman degandim. Ha? Tortib 1 oyda qancha o'zgaradi? Ashlarni Rasmga ham olamiz bir qator. Ha, rasmga ham. Yaxshilardan aqlni o'radi. Hali mana tulashlarni ham ko'rasiz, xudo xolasa tulovi ham unaqa nima bo'lmabdi, ko'rasiz. Boshqa mollaringizdan ko'ra. Qurtiga dori berib oldingiz bularda? Aha. Alba Max berdingizmi? Bularni Qachon Albi bo'ladi? Max. Shuni Buni ham, ha? Bo'laverga. Ha, mana o'zi mana bu ikkalasi edi. Ular 4 ta kelganda mana billa. Ha, 4 ta bir. Bularasi bitta joydan Ulug'nordan kelgan bular. Mana buni keyin qaysi? Mana ikkalar. Ha, bu ikkalasi. Ha? Bunisi, ha? Aha. Bularni olgansiz. Bular hammasi 20 milliondan qo'yiq suyuq shuni Qo'yiq suyuq. Yura. Qancha xudo xolasa 6 oy moqmoqchimisiz? Xudo xolasa endi kurak chiqarishiga qarab, bular yoshda hali. Kurak chiqargani keyin semirib qolganda sotiladi. Ha, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib shunaqa sotasiz. Kurak chiqarmasa 2 yoshga to'lmaganini so'ymaymiz-da. Nima berasiz? Nechidan boshlab berasiz aka? Bularnimi? Hozir 2 mahal rejimda, polni 2 mahal rejimda baqiladi. Ha, faqat. Mayli, yemlarni ham ko'rsatamiz. Xudo hurmatli obunachilar, xudo xolasa shu mollarimizni Body Force dorimizni, ya'ni tabiiy oqsil dorimiz, preparatimizni sinaymiz. Har 14 kunda tavsiyam. Har 14 kunda 4 marotaba qilasiz. Har safar qilganda o'zgarishlarni ko'rib, ishtahalarni bo'lishib boramiz. Bo'laveradi. Ikki qilayotgan jarayonimizni ham keyin videosini qilamiz aka. Adhamboy aka, hozir mana granulator apparatizga keldik. Ko'ryapman. Nima qo'shasiz bu yemga aka? Bularga 6 xil narsa bor. Ha? Makka, bug'doy, Makkani tozasi, bug'doy. makkani tozasi, bug'doyni ham shu tegirmondan chiqaramiz o'zimiz. Ha, tegirmonni alohida chiqarib keyin buni yechasiz, ha? Keyin anaqa bor, chigit bor, yeleng'oq po'choq bor, tuz bor. Ha, tuz. Keyin mikina qo'shamiz. Hali bug'doyda anaqasi bo'ladi-ku. Mayni. Mayni. Shunaqani qo'shamiz. Asxotlari deydimi? Keyin Vita bazadan qo'llab kelyapsiz. Vita bazani yemimizni mollarga berayotgan paytda aravamizga bitta tayyorlaymizda, o'shanda solamiz. Ha. Effekti ancha zo'r bo'lyapti buni. Ishtahalarni ochib yuboryapti aka, to'g'risi. Ochiq oydan ayta olasiz aka. To'g'ri, mana. Keyin aka mana shunaqada ikkita solyapmiz-da. Qancha kiloga solasiz? 120 kilo shunaqa atrofida. Ya'ni o'zi tavsiyamiz 200 gram 100 kilo yemga siz mana shu. Shunaqa atrofida qilyapsiz aka. Buni hali o'lchab yurmayman-da, prosta haligi. Birinchi o'lchab olganman buni. Shunga qarab gramini tortib olgansiz. Mo'ljal olib qo'ygan. Mo'ljal bo'lib ketaveradi. Bitta ba'zani rasmlarini ham xudo xolasa ekranlarga qo'yib ketamiz. Aka, bitta savolda shuni 4-5 xil narsa berasiz aka, aralashtirib shuni berib qo'ysiz bo'lmaydimi? Granul, yana to'k sarf qilib uni granulada aytdi aka. Shuni narsalar sarf qilib pishib chiqadi-da bunda aka. Keyin birlashtirib qo'yadi mana. Bir-biriga qorishtirib oladi. Chigit yog'ini, makka hammasini buni ichida bo'ladi, borda. Chigit berasiz. Chigit beriladi. Ha, birinchi michalka qilasiz. Mishalka ham hozir ishlamay qo'ydi, katta joyga aralashtiryapmiz hozir. Ha, umuman aralashtirib olasiz. Chigit qancha foiz masalan, chigit qancha qo'shasiz aka? Chigitni hozir 400 kiloga 70 kilo. 400 kiloga 70 kilo chigit qo'shasiz, ya'ni. Qolgan narsalar boshqa aytib o'tgan narsalarimiz. Siz foydasini buni qanchadan beri granulatordan foydalanib kelyapsiz? 1,5 yil bo'lib qoldi. Ha, shuncha yil boqqan bo'lsangiz, umumiy 1,5 yildan beri bunga o'tib ketgansiz. 1,5 yil. Ya'ni foydasini bilganligingiz. Foydasi zo'r, xudo xolasa. Qanday mollarda nima o'zgarishlar sezgansiz? O'zgarishlar
mollar qaytmaydi yeyishdan. Ha, yeyishdan qaytmaydi. Bilargilarga aytadi, bezib qoldi shekilli deb kunjarada bezib qolar ekanda. Ha. Yo'rib. Oddiy kunjarada hurmatli obunachilar, mana bizga ham ko'pchilik savollar bilan chiqishadi. Mol yemay qo'ydi. Mol hamma yo'q sog'lom, hamma yo'q yaxshi, junji dor qilib yemay qo'ydi. Har kuni osh yeyaversangiz ham nimadir qo'shmasangiz shakar qo'shmasangiz tegib qoladi. Gapira olmaydi xolos, bu ham jonivor. Sizga shu tavsiyamiz, kimni o'zi imkoniyatidan kelib chiqib imkoniyati bo'lsa granulyator apparatdan foydalanganingiz ma'qul. Ya'ni granula yemlardan o'zingiz tayyorlang, mana o'zingiz ishonchli bo'ladi, ishonchli va yemingiz chachilib ham ketmaydi. Bu faqat foydali ma'lumot, foydali tavsiyalar. Yozda ham anaqa zarar yo'q. Haligi yozda ozroq kunjarani ozaytirish kerak deydi-yu. Bir xilda ketaveradi. Bir xilda ketaveradi. Ha, og'ir qilmaydi, boshqa qilmaydi. Oddiy granulyator mana apparat. Shundan foydalanasiz, chachilib ketmaydi. Chachilib ketmaydi. Mana shu aravaga uyutamiz. Uyutgan videolarimiz, bir kunlik ratsionlar hammasini chiqib videosi ham bor kanalimizda. Ha, kanalingizda ham bor. Uni ko'rib qo'yib qiziqqanlar o'tib ko'rishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa. Albatta obuna tugmasini bosishni unutmanglar.